inson mukammal mavjudot emas, lekin u mukammallikni xohlaydi. Afsuski, buning sira ham iloji yo'q. Salom hurmatli obunachilar. Omonmisizlar? Biz hozir sizlar bilan eng dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bir o'rtog'im bor. Ishi juda yaxshi, topishi yaxshi. Ish haqini so'raganimda 5 million atrofida oylik olishini aytdi. Lekin bir 5-6 oy muddatdan so'ng so'rasam 8-9 million atrofida dedi. Yana ancha vaqtdan keyin so'rasam 13 million atrofida olishini aytdi. Lekin har safar so'raganimda oyligini aytgandan so'ng nolib qo'yardi. Baribir yetmaydi deb. Demak, hamma ayb o'zimizda. Ayniqsa hozirgi davrda qanoat, sabr degan narsalar bizdan uzoqlashgan bir davrda, ya'ni ko'pchiligimiz hozirgi vaqtda iqtisod masalasida ko'p noliymiz. Ya'ni qanchaki pul topsam ham yetmaydi, muammolarim ko'p, ro'zg'ordan orttira olmayapman degan vaj bilan aynan mana shu savol bizni ko'p o'ylantiradi. O'ylantiribgina qolmay ko'p noliymiz. Nega shunday? Shu haqida bir o'ylab, fikr mulohaza qilib ko'rganmizmi? Charchatib tashlaydi desak ham xato qilmaymiz. Oylik oshadi, daromadimiz ko'payadi, lekin muammolar ustiga muammo ham ko'payadi. Orzu havasniki qo'yavering, chek-chegarasi yo'q. Ha, asl haqiqat mana shu yerda. Nima uchun deysizmi? Chunki orzu havasning chegarasi yo'q. Orzu havaslarimiz shunchalik ko'payib ketdiki, boriga qanoat qilish esa xayolimizga ham kelmaydi. Ochig'ini aytsam, hammamiz bir dardga chalinganmiz. Bu ham bo'lsa, vasvasa kasaliga chalinib qolganmiz. Ya'ni mana bu muammoni hal qilishim kerak, uyimni mana bu joyini mana bunday qilishim kerak, mana bu fasonda taxlashim kerak, mashinani almashtirishim kerak. Bu uyni yangilasam, kelajak avlodimga yanada yaxshi bo'ladi. Bir qancha o'y xayollar bilan baraka topkir. Bugun o'lim yetib qolsa, nima qilasan? Otam rahmatlining bir gaplari bor edi. O'g'lim, ko'p ishga shoshilmagin, sabr qilgin. Bugun qolsa chalasi ertaga bo'ladi derdilar. Yana bir qiziq gaplari bor edi. Rahmatli otamiz shunday dedilar. Qabristonda yotganlarning ham birortasi o'limga tayyor emas edi. Qancha yumush, tashvish muammolari bor edi. Lekin ularni bajara olmay qoldi. O'limga tayyor emas edi. Qancha tashvishlar bilan ketib qoldi deb aytadilar. Shuning uchun Xudodan barakasini so'rab, sabr bilan harakat qilsak, bu albatta bizning yutug'imiz bo'ladi. Rizq Allohdan deymiz-da, lekin aslida rizq uchun ko'p qayg'uramiz. Ko'p yilamiz, ko'p yuguramiz. Va oxir oqibatda keksayib, zaiflashib, bir ishga yaramay qolganimizni bilmay qolamiz. Folsiz yurma, folga ham ishonma deyishadi. Aslida bu noto'g'ri maqol. Buning eng to'g'risi esa pulsiz yurma, pulga ham ko'p ishonma desak, menimcha to'g'ri bo'ladi.